Assalomu alaykum do'stlar. Sizlarni yaxshi kunda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun 9-may xotira va qadrlash kuni. Bugun yaqin o'tganlarimizni, yaqinlarimizni, qarindoshlarimizni, qo'ni-qo'shnilarimizni va o'sha urush qatnashchilari bo'lgan insonlarni xotiralaydigan, qadrlaydigan kun. Nafaqat bugun, boshqa kunlar ham xotiralab, qadrlab, o'sha haqlariga duo qilib, Qur'on tilovatlar qiladigan kun. Ammo bugun unutmaslik kerak bo'lgan kunlardan biri 9-may kuni. Meni bobom ham 1941-yil urushga borib, 45-yil urush tugagandan keyin 9-maydan keyin tirik holatda, ammo jarohatlar bilan urushdan qaytib kelgan. Nafaqat o'sha urush qatnashchilari, front ortida turgan momolarimizni ham ko'pchilik o'tib ketishgan. Ularni ham haqlariga duo qilib, Qur'on tilovat qiladigan kun. Men qisqa qilib aytmoqchiman. Nafaqat biz mana shu xotiralash va qadrlash kunida xotiralaymiz, qadrlaymiz. Bugun bir kitobni o'qishni men tavsiya qilaman. Nafaqat xotiralaymiz va qadrlaymiz, duo qilamiz. Undan tashqari ushbu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. O'qiganlar yana bir marta qaytadan o'qishini, endi o'qimaganlar uchun-da bu, o'qimaganlar mabodo o'qimagan bo'lsangiz, bugun ushbu kitobni topib o'qing. Ikki eshik orasi. O'tkir Hoshimovning ushbu kitobini men 7-may kuni 2010-yil birinchi marta o'qiganman shu kitobni va bir kunda bir o'qishda o'qib tugatganman. 9-may kuni o'sha Mustaqillik maydoniga borganman, o'sha Motamsaro ona haykalining yoniga borganman-da, shu kitobni ichiga shunchalik kirib ketganmanki voqealarga. 9-may kuni ham chiqa olmaganman-da, ko'rib yig'laganman-da. Mana u qora amma men hamman-ku deganman-da. Men ham shu holat kelgan. Bu haykalga sig'inish emas, buni noto'g'ri tushunmaysizlar. O'sha kitobdagi holatdan kelib chiqib aytyapman-da men. 9-may kuni borib, o'sha kitobda keltirilgan o'sha noma'lum askarni kimsan deb ta'riflagan o'sha kitobda ko'rib, o'sha davrga bir kirganday bo'lganman men ham. O'sha davrlarni men o'zim boshimdan kechirganday bo'lganman. Bugun ushbu kitobni o'qib, boshqatdan o'qib, o'sha davrga bir tushganday bo'lsa, o'sha holatda qanday bo'lgan, hayot qanday kechirilgan, insonlar bir-biriga qanday bo'lgan, bu voqealardan biz qanday o'rnak olishimiz kerak, qanday xulosa chiqarishimiz kerak. Shu holatlarda bugun ushbu kitobni tavsiya qilaman. Albatta bugun ikki eshik orasi kitobini o'qib ko'ring. Bugun imkoningiz bo'lmasa, ertaga albatta o'qing. Ammo bugun o'qishingizni juda ham men tavsiya qilaman, xohlayman bugun o'qing. Biz har bir narsani bilib o'rganishimizdan tashqari, tarixni ham bilishimizdan tashqari, nafaqat bilib qo'yishimiz kerak. Bundan xulosa chiqarishimiz kerak. Bundan biz to'g'ri xulosa chiqarishimiz kerak. Xulosa chiqarganda ham to'g'ri xulosa chiqarishimiz albatta kerak. Bugun biz aslida ilmdan ham ko'ra odobga muhtoj bo'lib qoldik. Qanchadan qancha ilmli insonlar bor, ammo ushbu ilmni hayotda tatbiq etmasa bu yaxshi emas. Birinchi navbatda odob. Bir video ko'rib qoldim. Bitta o'qituvchi bolalarga shunday ta'riflayaptiki, bir raqamini ko'rsatib qo'yapti va bu deyapti sizni o'sha uyda olgan, ya'ni odobingiz. Ikkinchisiga 0 qo'yyapti ortidan. Bu maktabda olgan odobingiz. Undan keyin bu bunaqa qilganingiz, buningiz, bu ishlaringiz, o'qishingiz, ishingiz, rivojlanishingiz, men to'liq keltirmayapman, ko'rganlar bo'lsa biladi. O'sha 0 qo'yib ketyapti. Birdan keyin 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta 0 qo'yapti. Bu sizning hayotda qo'ygan maqsadingiz, bu ishlaringiz, unisi hammasini keltiryapti-da. Aytayaptiki, agar birda o'chirib qo'yyapti, ushbu odob sizni o'chirib qo'yapti, o'chsa deyapti, qolgani hammasi 0 ga teng deb aytayapti. Shuning uchun albatta odob bo'lish kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda, nafaqat ijtimoiy tarmoqlarda, hayotda ham bir-birimizni qoralab, haqoratlab, mana shundan yiroq yurishimiz kerak bo'lgan kun. Hammalaringizga rahmat, sog' bo'lingizlar. Vaqtlaringiz zoya ketgan bo'lsa uzr so'rayman. Shunchaki video olgim keldi. Bugun xotira va qadrlash kuni. Barcha yaqinlarimizni bugun haqlariga duo qilamiz. Sizlar ham duo qilib qo'yingizlar. Bizni haqqimizga ham duo qilib qo'ying. To'g'ri yo'limizdan adashmaylik. Kamchiliklarimiz bo'lsa, albatta ayting. Kamchiliklarni albatta qabul qilamiz. Bundan tashqari bizga bo'lgan negativ fikrlarni, bizni kamchiligimizni aytadigan insonlarni haqoratlamasdan aytadigan bo'lsa, albatta to'g'ri qabul qilamiz. Chunki negativ fikrlarni biz qabul qilmasak, biz blogerlar qabul qila olmasa,
Biz negativ fikr bildirgan holatda boshqalar bizni fikrimizni nega qabul qilsin? Avvalo o'zimiz qabul qilaylik, to'g'ri xulosa chiqaraylik. Xatolarimizni yuzimizga aytgan insonlar bizni dushmanimiz emas, do'stimiz. Shuning uchun bizga bildirilgan kamchiliklarimizni aytgan insonlarga rahmat aytamiz. Bizni kamchiliklarimizni aytavering, faqat haqorat qilmasdan. Hammalaringizga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.